Ertaga O'zbekistonda qor va yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. 19-oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 13-18 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 6-11 daraja, kunduz kuni 18-23 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 6-11 daraja, kunduz kuni 18-23 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 6-11 daraja, kunduz kuni 21-26 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'lib, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi 6-11 daraja, kunduz kuni 18-23 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, baland tog'li hududlarda qorga aylanishi kutilmoqda.